o'tkazib yubormasdan tegishli odamlarga mana shu videoni jo'nataylik. Ahmadjonga yordam loyihasi ikkinchi kuni xudo xolasa. Assalomu alaykum qadrli qadrdonlar. Ahmadjonga yordam ikkinchi kunni boshlaymiz. Shu loyihani yo'lga qo'yganmiz. Mana shu ukamizni davosi uchun pul yig'ishni kechadan boshladik. Ahmadjon, xudo xolasa yaxshi bo'lasiz a? Yaxshi bo'laman deb harakat qilyapti. O'zida ham ishtiyoq bor, harakat bor. Buni davosi uchun mablag' kerak. $5000 mablag' kerak. $5000 akalar, 50 ming, 100 ming, hali Hindistonda yo'q nimasi bas $5000 xolos. Hammati bor akalardan yordam so'raymiz. Keraklik mana shu ehson qiladigan ehsonchilar, blogerlarimizga mana shu videolar tarqataylik. Ko'rishib, qo'lidan kelgancha yordam qilganlarga avvalo ishlarini rivojini bersin. Biz endi mana shu bolani shifo topishida sababchi bo'lib bo'lsak xursand bo'lamiz. Ahmedova Husnidaxon ismli odamning kartasini qo'yamiz. Ahmadjonda ayasi bo'ladi. Ahmadjonni o'zi tug'ib katta qilgan, oq yuvib, oq taragan shu 10 yoshga kirgizgan ayasini karta nomerini qo'yamiz. Begona yo o'zimikini yo boshqa odamniki emas, o'zini ayasinikini qo'yamiz, telefon nomerini qo'yamiz. O'ziga aloqaga chiqib, Husnida opamizni bemalol gaplashaverasizlar. Nima kasal, qanaqa kasal? Bu bolamiz tug'ilishidan miyasida jarohat bilan tug'ilgan, O'shandan beri harakat qilishib, mana shu darajaga olib kelib qo'yishdi Ahmadjonni. Iloyim shifosini bersin. Oyoqlari yurib ketsin. Ahmadjon yugurib yurasiz, o'rtoqlar bilan ko'chaga chiqib. Tegishli odamlarga jo'natishlaringni so'raymiz mana shu videoda.